Mayra. Xo'sh. Mayra. Sizga men necha qitim deyman? Ayol kishi degan er kishidan oldiga kirib olmaydi, keyindan ergishmaydi. Chunki siz ayol kishi, biz degan er kishi. Tuyuqsiz bu gapni chiqarib qoldingiz-ku? Har vaqt esingizda bo'lsin. Biz degan er kishi. Ma'qul, siz bilan talashmay, mehmonlar saqlab qolmasin. Hozirgi etotni e'lon qilaylik. Biz degan er kishi. Hozirgi etotimizning ismini e'lon qilaylik. Yana dedim-ku, biz degan er kishi. Marhamat. Bir şoda. Biz anam rəqib baxanda qoyuvatsa, qotandı baxan. Bir kere keçe düşümçirib qapdı. Bu neyim boğan deb ətliga qotanı çeysəm, elə qoy tuğubdu. Ne bu? Qız tuğubdu. Hayatım oyunu tukku. Bana kıllar. Ben yaman dışarı. Adaş bırak beni bir çalam da abi. Oyununa tuttum. Bırak mama böyle. Yağmur gibi bırakman. Şundak yerge kitipsiz Anla desem edimeydi Anla desem edimeydi Anla desem edimeydi Çalmam sana, çalıda koşursan buna kadar da saz etmez sana. Oldu kılın ya adaş, oldu kılın la. Bizde kıldığın başkasız bombalar diken arkamız işine. Ya adaş, ya durduk ya bana. Gel tutarım. Bana yapalım. Gel. Bir tane yakışardı. Gel, ver yok. Bak. Hadi bakalım sizin bak. Eyle. Sizin bak sonra bakalım eyle. Moşara diyecek bir neyse. Kanda insan icad kılın vakit yapkan bunu ya. Ras. Moşara olmuş biz neymiş kılattık. Koş hep kime işine ya koş ya. Koş ya neyme eyle koş ya. Bakla koş. Götürün de bir koş ya. Ya sen Asafkan toymadı mı dıkı? Vay. Ya da ne güzel. Sen kayada? Ben bak oturalım ayrımkanın kendinde. Makul ben hazır çıkayırız ya. Hazır çıkaytık buldum ben. Ya bana ben çıktım. Sakın ya. Ya sen nerede? Mana. Mana. Kayada. Ha sen nerede? Kana. Bana. Vay. Meyede desem olmam da. Ha buldu. Kim buldun? Adaş, bir iş bulmagandı. Adaş, dost ağırtıp aytıdı, düşman küldürüp degen gap var. Bugün mas sorunda biz kanda oturatımız. Kanda? Şu hemimiz erayal oturatımız var. Hep belli adaş, sorun degende dost var, düşman var. Ne mi kılırsan bir optan arak içmeydiğin xotdan arak soğulup deyme. Vay,
Qiziq gap bo'ldi bu. Unda sening xotining nima ish qilishdan? Bu bizning oilaning ishki ishi. Mening oshqozim chatoq qo'yg'achqa, mening o'rnimda mening xotinim aroq ichib, mening vazifamni tugatib beryapti. Uning ustiga bir oyda birsimiz isak bo'ldi. Endi birsimiz masab qolsak, birsimiz yo'lab bo'lmasa qo'ymas. Sen bizsan xotiningmisa, kesin kim yo'laydi? Kallang bormi ya? Undaqda sening oshqozning uchun ayolingning oshqozini xizmat qilib o'tibdi-da. Adash, maysan-da mening ayolim ravs ko'tarishma. Demak, sening ayoling isti bo'ladi. Mening ayolim isti bo'lmaydi, shundaymi? Adash, mening ayolim degan uzun muddat sinovdan o'tgan xotin. Bu mening buyruqimsiz o'ziga bir chivinni qo'ndirmaydi deyman. O'ziga chivinni qo'ndirmaydi? Unda hozir bir so'lan tong o'ynab kelib qoldi-ku. Ashta qildimi? U abiyam mening xotinim zerikib qolmasin. Balla bir tong o'ynagach o'tirangda balani qulqiga deb qo'ygan. Shu mening buyruqim bilan bo'layotgan ish bu. Men u yerlardan xotirjam adash. Agish bizni xotin ish bizda. U yerlardan xotirjamchiman men. Gaping tugdimi? Bak qaradish. Men ayolimni aroq so'rdiq ekanmayman desam, o'zinglar zo'lab turib oldinglar. Men ayolimni so'ringa boshlab kelsam, hammasi mening ayolimga aroq zo'ladi. Men ayolimga aroqni ichsa, bo'pti bir rum kichib qo'y degan bo'p, choyga to'kib o'tishni shariat qilib qo'ydim. Ayolim aroqni ichgan bo'p, choyga to'kib o'tdi. Nima deysan? Ishmidi? Choyga to'kib o'tdi? Ayolim choyga to'kib o'tdimi? Xotin kishining qildigan ish emas-mi bu? Bu ko'ngil degan nima to'kib o'tamdi? Bu to'kib kishi ichib faqat sig'may qolgan salat chiqib, chiqarmasa tugaydimi? Adash. Ko'chada mas'ulib, qusib, yondirib yurgan ayolni nima desak bo'lar? O'zimiz ayollarimizni so'rinlarga, aroq so'rinlarga boshlab olib o'zimiz buzyapmiz. Er kishi degan er kishidek bo'lish kerak deysa Adash. Seningcha ayolingni tong so'ynigacha o'tirib turing deb eshak tashlab qo'yib taloq yenib chiqqaning er kishining ishimi? Buning nari xato? Hamiz ishonchli bolalar tursa. Adash, baqqol jinida tizib qo'ygan olma-nashbutlarni xaridalarni kelib tutib mijiqlashiga yo'l qo'ymaydi. Bir yil saqlig'ili bo'lgan olma-nashbutlarni ummi kelib tutib, bumi kelib tutib, ummi mijiqlab, bumi mijiqlab versa, bir haftaga qolmay sesab ichidan buziladi. Ikki yot jinas o'zaro qo'l tutishib, bel tutishib, tong so'yinsa, azroq hissiyat paydo bo'lmasmi? Bo'ladi, buziladi. Lekin mening ayolim olma-nashbut emas, ichidan buzilgan. Uning ustiga hamma og'ini bol omonat xiyonat qilib qoldi emas ular? Ma gapmi. Hey, meni bir muncha kishining orasiga tashlab qo'yib, bu yerda nima ish qilyapsiz? Sen chiqyapsan xotin? Siz kishi bo'lgandan keyin kishidek bo'lmamsiz. Mana bu bir tumba mana kishidek turyapman bu. Boshqa ayollar o'ylarga ketib bo'lgan ne vaqt? Sizning ayolingizmi ketib bo'ldi? Men ash bir muncha masning ichida o'zim yolg'iz o'tiramdimi? Nima bo'ldi? Biraz bir narsa demaganda? Yerda bir lavza og'ingiz tans o'ynadim deb. Tetiqsiz chaqchaq qilib, ko'z qisib yana. Nima? Ko'zni qisib? Ko'zni qisgan bo'lsa-mi ko'zingni? Bo'ldi qiling. Qismagansa, chaqchaqmi yarasmi? Bo'ldi qiling deyapman. Necha vaqtdan beri men sizning yuzingizni debla, bu shundaq lavza so'rlar qatnashib keldim. Bundaq tetiqsiz paranglarni qilib o'ltag'icha uyda bolalarimga ashtama qilib berib, topshiriqlarini ishlasam-chi. O'zimiz sorundan kelanmaymiz. Bolalarni uyga silab qo'yib, topshiriq ishlar deb xato ishlasa urib pullaymiz. Hey, bu shu sorunga ko'ngil berganchilik bolalarimizga ko'ngil bersak-chi. Ota-onasi sorundan kelanmaydigan bolalarning kelgusi zali nima bo'lmoqchi? Qolgan gapni uyga berib teshayli. To'xta xotin, ya xotin, maqara. Men seni operativ bundan keyin yenib kelaymi yoki? Juraman, operativman. Bo'ldi, rahmat. Siz sorunda o'tiravering. Siz sorundan ayrilib qolsangiz, bizning eshib-peshib turib qolgan pulimizni nega xarjlaymiz? Men o'z yo'limni tepib menishni bilaman. Haras. Biz isrof qilayotgan, biz xarlayotgan tamoqlar kunlarning birida bizni xarlab qo'ymasdan mayli-ku. To'xta. Ey. To'xta. Nega mangding? Yo'q, mening ayolimni ko'zini qisqicha qissamamdi deyman. Men kimning qilganini bilaman.
ishga boshlashdik biz. Bol, o'zing tutib ol, adash, beka. O'zing. Baqara, buni vaqo qara, o'zingdan ko'r. Nereden çıktıymış tansı degen narsa? Şolaşqı bizning ota-bobolarimiz va ayollar o'tirsida orliq, padishab qoldirib, larzon usullarimizni bizga qoldirib ketgan. Chiroyli usullarimizni qoldirib ketgan. Hey tansı. Çok o'tmanda adash, belni tutib oldi keyniga mangsa. Qara adash, biz o'zimizning ayollarga emas, balki boshqa qiz cho'kanlarimizga ko'ynishimiz kerak. Erleri zeypaneleşken elinin ayolları resvalışıdı degen gep var. Kızık gep kılken hem ayollarga ko'ngil bilishimiz kerak deb. Hemiz benim bir xotin bo'g'i demek ko'ngil bildigan. Hey, o senin xotining bo'lmagan bile, belki senin qeyrindaşlarının xotinidir. Ya kız singillaridir. Hamma ishni o'zimiz boshlab bermayli, ularni asrash hammamizning majburiyati. Ya Allah. Elim yaş bikenme, xotim bilan o'tirib tukenme. Başka günküdek, elikidek sorunda o'tirib bergan bo'lsam, xali gap bor kelsam, menga deydigan ha? Bana. Man qara adash. Mushu ayollar ajrashib ketayotgan ishlarmi, ana ashundaq tetiqsiz, qamlashmagan so'rovlardan kelib chiqyapti. Farzandlarimizning bir ko'zi dadisi, bir ko'zi onasi. Agar ota-onasi ajrashib ketsa, farzandimiz bir ko'zidan ayrildi degan gap. Demak, farzandimiz bir ko'zidan ayrilib, maktabni, jamiyatni, dunyoni qandoqmi aniq ko'ralisin? Adash, er kishi degan er kishidek bo'lish kerak. Yosh yozuvchimiz Nur Muhammad Umar Ushqun mundaq degan. Dünya bar kuchi bilan erde baqirmoqda. Aqida axloq erlar uchun cho'nqur ahsinmoqda. Qiz ayollar, erkaklar qiynisilar deb açıq suran sanmoqda. Tirik yetim bo'lgan bolalar, dadalar, sizlar nada deb her yan qiynab tentirab yurmoqda. Lekin bizchi biz tegishim shu o'tirishdimi? Voy, rahmat ukam, rahmat.